Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda listening darsini ko'ramiz. Boards and Beyond, ya'ni BMBdan headaches mavzusida, ya'ni bosh og'riqlari mavzusida ko'ramiz ekan. Demak, bu yoqda so'zlarni yozib ketaman. Shuningdek, ko'rishimiz kerak bo'lgan rasm bo'ladimi yoki tushunmagan so'zlar bo'ladimi, o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlar bo'ladimi, hammasini Googledan ko'rib ketamiz ekan. Demak, shuningdek, yana o'zingiz darsdan keyin shu videoni qayta ko'rib, eshitib, uni chuqurroq yana analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Faqat yozilayotgan so'zlarni emas, agar sizga qanaqadir sizga yangi bo'lgan qanaqadir so'z chiqsa ham, uni ham yozib keting. Faqat bu yoqda men yozayotgan so'zlar bilan cheklanib qolmang. Demak, boshlaymiz. Everybody, and welcome to our module on headaches. There are a lot. Demak, har doimgidek, bizada classic start. Hello, hi everybody. Welcome to our module on headaches. Ya'ni hammaga salom. Demak, modulni aytgan edim, mavzu. Basically, umuman olganda mavzu desak bo'ladi. Bosh og'riqlari mavzusiga xush kelibsiz degani. There are a lot of disease processes that cause headache, and a lot of them are life-threatening and very dangerous to your patient. So, all right. Xo'p, qayta ko'ramiz. There are a lot deyapti, qarang. So'zlarni bilasiz, o'zbek tili bo'ladi, har qanday tilda ularni intonatsiyasi, ya'ni qaysidir so'zga urg'u tushsa, o'shani ma'nosi kuchliroq bo'ladi. Va bundan foydalanamiz. Qaysidir umuman gapda ma'noni kuchaytirish uchun urg'udan foydalanamiz. Va bu yoqda ham xuddi shuni eshitishingiz mumkin. There are a lot deb a lot ga urg'u beryapti, ya'ni juda ham ko'p degan ma'noda. Disease processes, ya'ni kasallik jarayonlari bor, juda ham ko'p kasallik jarayonlari bor, qaysiki that cause headache, ya'ni nimaga sabab bo'ladi? Bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. And a lot of them are life threatening. Demak, ularning ko'pchiligi life threatening deyapti. Life threatening juda ham zo'r so'zlardan. Demak, threatening hayotga tahdid soladigan deb aytsak bo'ladi, lekin bu juda ham o'zbek tiliga g'alati eshitiladi. O'limga olib kelishi mumkin bo'lgan degan ma'noda. Lekin mayli, bu yoqqa ma'nosi uchun hayotga tahdid soladigan deb yozsak bo'ladi, lekin o'sha o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan degan ma'noda ham tushunsak bo'ladi. Ularning demak ko'pchiligi life threatening, ya'ni hayotga tahdid soladigan, and very dangerous to your patient, ya'ni sizni bemoringizga juda ham xavfli bo'lishi mumkin deyapti. Va mana bu yoqda hozir qayta eshitamiz, connected speech ishlatilgan ekan, ya'ni ulanib ketadi. A lot of them, a lot of, hammasi birgalikda a lot of bo'lib ketadi ekan. Endi qayta eshitamiz shuni. There are a lot of disease processes that cause headache, and a lot of them are life-threatening and very dangerous to your patient. Alright. Menimcha tushunarli bo'ldi. Har bitta so'zini alohida eshita oladigan darajaga chiqish uchun qayta eshitishingiz kerak bo'ladi. Davom etamiz. So in clinical practice, when you encounter someone with a headache, one of the first things you're going to do is spend a lot of time by history and physical exam trying to determine whether or not they have one of the dangerous causes of a secondary headache. Alright, juda ham uzun gap. Endi bitta ochib chiqamiz hammasini. Shu uzun gapni maydalab chiqamiz yoki tushunarli bo'lguncha. So, xo'sh, ya'ni xo'p, demak degan ma'noda in clinical practice, ya'ni demak klinik amaliyotda, ya'ni reallikda, when you encounter someone, encounter degani duch kelish degani ekan. When you encounter someone, kimgadir duch kelsangiz with a headache, ya'ni bosh og'rig'i bo'lgan kimgadir duch kelganingizda klinik amaliyotda, one of the first things that you are gonna do is spend a lot of time by history deyapti. Ya'ni one of the first things deganda siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ishlardan bittasi. One of the first things, ya'ni birinchi qiladigan ishlaringizdan biri bu that qaysiki you are gonna. Bu yoqda demak yana o'sha qisqartma holatda ishlatilyapti. Do'stlar, ingliz tilida bilasiz going to degan demak kelajak uchun ishlatiladigan so'z bor yoki bu narsani sodda qilib moqchi
qo'shimchasiga to'g'ri keladi desak bo'ladi o'zbek tiliga. Men mana shuni qilmoqchiman. Siz allaqachon qanaqadir reja qilib bo'lgansiz, ha, kelajakda. Qaysidir ishni qilish uchun. I'm going to go to the university today. Siz allaqachon reja qilib bo'lgansiz. Xo'p, bu yoqdagi bizada muammo mana shu ingliz tilida qisqarib ketadi ekan. Qisqarib ketadi nima bo'lib? Gonna bo'lib ketadi ekan. Going to, gonna. Bu narsaga juda ham chuqur kirmaymiz. Endi talaffuzda shunaqa, ingliz tilida shunaqa yoki yana ko'rishingiz mumkin want to degan mana shu strukturani demak qo'shilib ketganda wanna bo'lib ketilar ekan. Ya'ni I'm going to emas, I'm gonna. I'm gonna. I want to do something emas, I wanna do something. I wanna. Bu yoqda ham xuddi o'sha narsa ishlatilyapti. Bu narsani General Englishda ham juda ham ko'p uchratasiz. One of the first things that you are gonna do, ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsalardan biri bu spend a lot of time by history. Demak, tarix deyapti. History. O'sha bemorni tarixiga ko'proq vaqt, a lot of time by history. Tarixi bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz kerak, ko'proq vaqt sarflashingiz kerak deyapti. And physical exam ya'ni ko'rik, obyektiv ko'ruv degan, ko'rik degan ma'noda, ya'ni umumiy jismoniy holatini ko'rish degan ma'noda. Trying to determine degani aniqlash degan ekan. Mana shuni yozib qo'yaman. Juda ham ko'p uchratasiz bu so'zni ham. Determine demak aniqlashtirish, aniqlash bo'ladi. Whether or not they have one of the dangerous causes deyapti. Ya'ni whether or not degani shunaqami yoki yo'q degan ma'noda. Qarang, whether or not birinchi yozib qo'yaman, keyin yana qaytamiz misolga. Whether demak whether or not degani demak shunaqami yoki yo'q desak bo'ladi. Bu yoqda whether or not they have one of the dangerous causes of a secondary headache. Ikkilamchi bosh og'rig'ini birorta xavfli sababi bormi yo'qmi? Qarang. Trying to determine, mana shu physical exam qilishingiz kerak. Urinish uchun, trying harakat qilish uchun, nimaga harakat qilish uchun, aniqlash uchun, determine, nimani aniqlash uchun, whether or not they have one of the dangerous causes of a secondary headache. Ya'ni headache odatda ikkilamchi bo'lib keladi. Headache degan kasallik yo'q bizada. Ya'ni u ikkilamchi nimanidir sabab emas, ikkilamchi bir simptomi sifatida kelishi mumkin, belgisi sifatida kelishi mumkin. Mana shuni deyapti. Ortida dangerous causes, ortida birorta xavfli sababi bormi yo'qmi? Whether or not they have nima edi? Bor bo'lish, one of the dangerous causes a secondary headache. Ya'ni o'sha bosh og'rig'ini birorta sababi xavfli dangerous causes sababi bormi yo'qmi? Whether or not they have. Tushunarli? Shu joyni qayta eshitamiz endi. Clinical practice, when you encounter someone with a headache, one of the first things you're going to do is spend a lot of time by history and physical exam trying to determine whether or not they have one of the dangerous causes of a secondary headache. So some of the things. Okay, manimcha tushunarli bo'ldi. Endi davom etamiz. So some of the things that can secondarily cause headache are tumors of the central nervous system, bleeds, subarachnoid hemorrhage in particular. Bu yoqda davom etib ketaveradi, shuning uchun bo'lamiz shu joyda. Demak, so yana o'sha gap bizada. Xullas, shunday qilib degan ma'noda some of the things ba'zi narsalar that qaysiki can secondarily cause headache or tumors deyapti. Ya'ni qarang, bu yoqda ekranga e'tibor bersangiz, headache causes deyapti. Ya'ni bosh og'rig'ini sabablarini ko'rib chiqamiz bu yoqqa. Ya'ni secondarily degani ikkilamchi ravishda degani birlamchi ravishda bo'ladigan bo'lsa primarily bo'ladi ekan. Keling, men shuni yozib qo'yaman. Ya'ni shu ham ancha ko'p uchraydigan so'zlardan bittasi. Demak, secondarily ikkilamchi ravishda, buni teskarisi emas, endi sherigi deylik. Mana primarily bo'lsa, demak birlamchi bo'ladi ekan. Birlamchi ravishda.
Bu yoqda ikkilamchi ravishda bosh og'rig'iga sabab bo'ladiganlarni ko'ramiz endi bu yoqda. Headache causes. Birinchisi are tumors. Ya'ni o'smalar. Tumor degani o'sma degani ekan. Tumor degani o'sma degani ekan. Specifically tumor deganda, demak, xavfsizroqlari ko'proq nazarda tutiladi. Endi juda ham ma'nosi ko'p, lekin aksariyat holatda, doim demayapman, aksariyat holatda xavfsiz o'smalar tumor deb ataladi ekan. Uh, Davom etamiz. Of the central nervous system, ya'ni tumors of the central nervous system. Demak, markaziy nerv sistemasini o'smalari ekan. Qisqartma holatda CNS holatida ko'rasiz ekan, ya'ni central nervous system. Bleeds, central nervous system bleeds. Ya'ni bleed nima edi? Qon ketishida, qon ketishlari markaziy nerv sistemasidagi qon ketishlari ham sabab bo'ladi ekan. Va specifically subarachnoid hemorrhage in particular causes what some patients describe as the worst headache deyapti. Qarang, subarachnoidal gemorragiya. Mana qisqartmasi subarachnoidal hemorrhage. Subarachnoidal gemorragiya deyapti. In particular degani ayniqsa degani. Ayniqsa. Mana shunisi causes sabab bo'ladi nimaga? Qaysiki what? Some patients describe as degani shunday tasvirlaydi degani ekan. Qanday tasvirlaydi? The worst headache. The worst degani eng yomoni, eng rasvosi degani, eng yomon bosh og'rig'i deb tasvirlaydi ekan. Demak, markaziy nerv sistemasida qon ketishi bo'ladigan specifically, ya'ni in particular dedi-ya, ayniqsa subarachnoidal gemorragiya qon ketishlari bo'ladigan holatda buni bemorlar eng yomoni deb mana shuni tasvirlaydi ekan. Describe as the worst headache of their life. Of their life, ya'ni davomi ham bor ekan bu yoqda. Of their life, ya'ni hayotidagi. Of their life. Qani juda ham sodda o'zi. Hayotidagi eng yomon bosh og'rig'i deb tasvirlaydi deyapti. Cephalus, which we talk about in another module. Bu yoqda e'tibor bersangiz, hydrocephalus deyapti, ya'ni gidrosefaliya, which we talk about in another module. Bu ham juda ham ko'p uchraydigan so'zlardan, gaplardan bittasi Bosh Semyonsda, which we talk about in another module deydi. Ya'ni bu haqida qaysiki bu haqida boshqa modulda, boshqa video darsda gaplashamiz degan ma'noda. Ko'p uchratasiz buni ham. Ya'ni specifically yondashilishi kerak bo'lgan, alohida yondashilishi kerak bo'lgan narsalarni, demak, keyinchalik boshqa darslarda to'liqroq aytib ketadi. Shunaqa gap bilan. Which we talk about in another module deydi. Demak, keyingisi inflammation dedi ya. Inflammation, ya'ni yallig'lanish. Tomni ham eshitaylik. Inflammation, especially temporal arteritis. Especially degan ayniqsa degan. Ayniqsa. Mana shuni yozib ketay. Keling, in particular so'zini ko'rdik. In particular so'zini ko'rdik. Especially deyarli sinonim desak bo'ladi bularni. Ayniqsa degani. In particular, especially temporal arteritis, ya'ni temporal arterit deyapti. Endi buni yana chuqurroq ko'rasiz, kasallikni o'ziga alohida qiziqsangiz. Ayniqsa mana shu deyapti. Bosh og'rig'iga sabab bo'ladi ekan. Is inflammation of the temporal artery is a dangerous cause of headache. Which is, ya'ni qarang, o'zi definition berib ketyapti. Special temporal arteritis, ayniqsa temporal, ya'ni arterit, which is qaysiki inflammation of the temporal artery. O'sha qaysiki temporal arteriyani yallig'lanishi. Inflammation of something dedimi bo'ldi. Nimanidir yallig'lanishi. Inflammation of blood vessels, inflammation of the stomach, inflammation of the kidneys, liver, umuman farqi yo'q. Inflammation of something nimanidir yallig'lanishi. Is deyapti, temporal artery is a dangerous cause of headache. Ya'ni bosh og'rig'ini xavfli sabablaridan bittasi degani ekan. So in clinical practice, you're going to spend a lot of time to rule these things out. Juda ham zo'r gapni aytdi. So in clinical practice, ya'ni klinik amaliyotda, you are gonna, yana o'sha gap keldi, you are gonna spend a lot of time. Qarang, bu yoqda connected speech bo'lib ketyapti. You are gonna spend
A lot of time emas, a lot of time, a lot of time. Mana American aksentda mana bu qisqagina aytib ketaman. Ikkita unli tovushni o'rtasidagi undosh, no, sorry, ikkita unli tovushni o'rtasida kelganda d bo'lib ketadi ekan. Okay? Buni tez aytganda ham a lot of deb eshitmaysiz. D bo'lib ketadi. A lot of time. Okay? You are gonna emas, you're gonna spend a lot of time to rule these things out. Rule out degani istisno qilish degani ekan. Rule out. Ya'ni bu narsalarni chiqarib tashlash. Ya'ni o'zi diagnoz qo'yishni nimadan foydalaniladi? Bizga diagnoz qo'yishdan oldin bir qancha optionlar. Demak, ya'ni kasalliklar bo'ladi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin. Asta-sekin ularni nima qilamiz? Istisno qilamiz. Ha, demak, mana bu belgisi bunga to'g'ri kelmaydi. Buni chiqarib kasallik chiqib ketadi, to'g'ri kelmaydi yoki bunisi chiqib ketadi. Mana shunaqa holatda. Mana shu narsani biz ingliz tilida rule out deymiz ekan. Rule out. Rule out demak istisno qilish, kasallikni chiqarib tashlash. Chiqarib tashlash. Yana ham keyinchalik tushunarliroq bo'lishi uchun diagnoz vaqtida deb qo'yaman mana bu yoqda. Diagnoz vaqtida. And one of the key findings on physical exam is a lack of papilledema. If you One of the key finding, key degani o'zi kalit degani, finding topilma. Ya'ni yaxshi o'sha kalit so'z deymizku o'zbek tilida. Bu yoqda ham asosiy bizga bitta ma'lumot beradigan topilma nimada? Physical examda key finding lardan bittasi is bu lack of papilledema. Xo'p, buni ko'ramiz. Keling, nimaligini ko'ramiz. Papilledema. Meaning deylik birinchi. Demak, is the swelling of the optic disc where the optic nerve connects to the eye. Swelling bizada shish degani ekan. Optic diskning shishishi deyapti. Where the optic nerve connects to the eye. Optic disk nima deganlar uchun bu yoqda qavs ichida aytib ketyapti alohida. Optic nerve demak connect to the eye. Ya'ni ko'zga connect degani ulanish degani ekan. Ulanadigan joy. Caused by an increase in intracranial pressure. Nima sababdan kelib chiqadi? Optic diskda shish bo'lishi caused by shu sabab bo'ladi. An increase oshish nimada? In intracranial pressure. Ya'ni intracranial bosim deymiz, buni o'zbek tilida. O'sha kalla bo'shlig'ida bosimni oshishi, or pressure inside the skull. Skull degani kalla suyagi degani. Mana shunda bosimni oshishi ekan. Demak, mana optik diskda bu yoqda normal va shishgan holatini beryapti. Bu yoqda aniq sharp disk margin qirra degani, qirralari o'tkir aniq deyapti va bu yoqda blurred deyapti. Blurred xirra degani, xiralashgan bo'ladi ekan. Okay. Lack of papilledema very important degan. Mana lack of degani nimanidir kamligi yoki yetishmovchiligi bo'ladi. Mana shu hozir davomini eshitsak nimaga bundayligini aytadi. papilledema, if you can do a very careful fundoscopic exam and see that there's no papilledema, this can really help because a lot of these things cause increased intracranial pressure. Okay, o'sha hozir o'qigan gapimizni sal kengroq qilib aytdi. Demak, if you can do, agar qila olsangiz, a very careful demak fundoscopic exam mana shu hozirgina ko'rganimiz ko'z tubini ko'radigan exam. O'sha oftalmolog ko'radi buni asosan. Mana shu ko'z tubini ko'rib, demak, xuddi mana shunaqa, misol uchun, bu yoqda mana shu diskni tiniqmi, ya'ni chetlari margin, qirralari sharp, o'tkirmi,
Blurred, xiralashganmi, shishgan, mana shuni ko'rib beradi. Demak, bu yoqda shish asosan nimadan kelib chiqadida? Agar kalla ichi bosimi oshadigan bo'lsa, bu yoqda shish bo'ladi, deyapti. Shuning uchun if you can do a very careful fundoscopic exam, ya'ni fundoscopic exam o'sha tubini ko'rish jarayoni shunday deyiladi. Ko'ra olsangiz deyapti, juda ham ehtiyotkorlik bilan, careful degani ehtiyotkorlik bilan ko'ra olsangiz, and see that there is no papilledema, va ko'ra olsangiz there is no papillary, papilledema bo'lmasligini ko'ra olsangiz deyapti. This can really help. Bu juda ham sizga yordam berishi mumkin, because chunki a lot of these things can things cause increased intracranial pressure. A lot of these things deyapti, ya'ni bu yoqda ko'rdik, mana qarang. Shuncha narsani ko'rdik, shular sabab bo'lishi mumkin. A lot of these things, ya'ni juda ham ko'plab mana shu narsalar deganda aynan mana shular nazarda tutyapti. Cause sabab bo'lishi mumkin. Increased intracranial pressure. Demak, increased oshish deganida, o'sha kalla ichi bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu yoqda nima demoqchi? Lack of buni yetishmovchiligi, ya'ni bo'lmasligi, papilledemani bo'lmasligi muhim, very important, muhim. Nima uchun? Agar u bo'lmasa, demak, miya ichi bosimi oshmagan, miya ichi bosimi normada degan narsani aytmoqchi. Shuning uchun ya'ni bundan keyin bilishimiz mumkin, aytyapti-ku, a lot of these things, ya'ni mana bu yuqorida ko'rgan narsalarimiz nimaga? Kalla ichi bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Agar fundoskopik qilsak va u yoqda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, margin qirralari sharp, o'tkir bo'ladigan bo'lsa, optik diskni, demak, mana bu sabablar yo'q degan ma'noni bermoqchi bizga. Demak, shu joyini bitta qayta eshitamiz. Edema. If you can do a very careful fundoscopic exam and see that there's no papilledema, this can really help because a lot of these things cause increased intracranial pressure. There are three primary headache disorders that you should be aware of, and those are the tension headaches, the there are bor degan edi, the three primary headache disorders. Primary asosiy. Birlamchi degan ma'nosini aytdim, to'g'ri, lekin asosiy degan ma'nosi ham bor. Nima deymiz endi, shunaqa ma'nolari bor. Asosiy, primary headache disorders, ya'ni bosh og'riq kasalliklari bor ekan, asosiy 3 ta, that you should be aware of. Shu narsani ham juda ham ko'p eshitasiz, uchratasiz BNB videolarida. You should be aware of. You should be aware of degani siz bilishingiz kerak bo'lgan. Siz xabardor bo'lishingiz kerak bo'lgan degan ma'noda. Ya'ni siz bilishingiz kerak bo'lgan 3 xil turi kasallik, asosiylar 3 xil deyapti. And those are va ular ya'ni sanab ketadi. those are the tension headaches, the migraine headaches, and the cluster headaches. So Demak, tension headaches, the migraine headaches, and the cluster headaches. Bular, demak, har bittasini yana o'zi ham aytyapti, hozir chuqurroq ko'ramiz deb, sekin ko'rib chiqamiz. Demak, tension degani o'zi ma'nosi juda ham ko'p, general Englishda ham. Keling, mayli, yengilgina ko'rib ketamiz. Tension headache. Faqat shunisini. Tension headache is the most common type of headache. Ya'ni bosh og'rig'ini eng keng tarqalgan turi deyapti. Characterized by a constant. Characterized by degani o'zi xarakterlanadi. Ya'ni uni xususiyatlari mana shular. Constant, doimiy, dull, bir xil degan ma'noda. Ache, og'riq, or pressure yoki bosim, that feels like a tight band around the head. Ya'ni xuddiki nimaga o'xshaydi? Bosh atrofida qattiq bir tasma o'ralgandek tuyuladi. Endi bu bilasiz, tibbiy tomonlama ko'rsatib bermaydi. Google ga birinchi berganingizda, ayniqsa mana bunaqa AI overview chiqarganda sizga tushunishingiz uchun qo'shtirnoq ostida xalq tilida beradi, lekin o'zi bu yoqda hozir BNB yaxshi definition berib ketadi o'zi har bittasiga.
tension headaches, migraine headaches, and the cluster headaches. And we're going to talk about all three of these in this module. Mana qarang. And we're gonna, yana o'sha gap gonna, we're going to talk about all three of these, ya'ni shularni hammasi uchalasi bo'yicha ham gaplashamiz. Qayoqda? In this module, ya'ni mana shu modulda, shu videoda gaplashamiz deyapti. The first one is tension headache. And So, xo'sh, xullas, the first one is tension headache. Birinchisi tension headache ekan. Tension stress degan ma'noga ham qaysi ma'noda aytsak bo'ladi tensionni. very common. Most of you have probably had one of these in your life. Demak, bu this is very common deyapti. Yana o'sha Google dan ko'rgan gapimiz juda ham keng tarqalgan degani, ko'p uchraydi degani. Most of you, sizlarning aksariyatingiz deyapti, have probably, balki degan probably had one of these in your life. Ya'ni shulardan bittasi sizni hayotingizda bo'lgan bo'lishi kerak deyapti, ehtimoli bor, balki bo'lgandir siz degan ma'noda. Конечно, hammada bo'lgan oddiy bosh og'rig'i, xullas, hammada bo'ladigan, u charchoq bo'ladimi, boshqami, o'sha boshni qattiq og'rishi mana shu, demak, tension headache ga kiradi demoqchi. Endi ko'ramiz. Probably had one of these in your life. The etiology is not clear and it's probably multifactorial. Qarang, etiology deb ketyapti, lekin bu yoqda demak subtitrda xato. Ideology umuman boshqa narsa, u mafkura degan ma'noda. Etiology deyapti, bu yoqda ideology deb subtitrda ketib qolyapti. Subtitrda xatoliklar bor ekan, demak, shuning uchun listening zo'r bo'lishi kerak, shunaqa subtitrlarga suyanib qolmaslik kerak. The etiology is not clear deyapti, aniq emas. And it's probably balki o'sha ehtimol bilan degan ma'noda multifactorial, ya'ni multifaktorial, ya'ni uni keltirib chiqaradigan faktorlar juda ham ko'p degan ma'noda. The bilateral constant pain across the forehead and around the head. Bu it is demak bilateral degan nima edi bizada? Bilateral ikki tomonlama degan edi. O'zbek tilida ham bilateral deb ishlatamiz bu narsani. Constant pain ham hozirgina ko'rdik Google dan. Constant doimiy og'riq degan ekan. Constant demak doimiy og'riq deymiz buni. Doimiy og'riq. Qayoqda? Across the forehead. Forehead degani peshona degani. Across degani bo'ylab degani. Peshona bo'ylab. And around the head. Bosh atrof. Around ham o'sha bo'ylab atrofida desak bo'ladi. Around the head. Bosh atrofida. Demak, peshona bo'ylab va bosh atrofida constant pain, ya'ni doimiy og'riq bo'ladi deyapti. Shu joyini bitta qaytib eshitsaylik, diqqat bilan eshitishga harakat qiling. It is a bilateral constant pain across the forehead and around the head. The pain is pressing. Some people. The pain is pressing deyapti. The pain is pressing degani bosim bilan degan ma'noda. Press degani o'zi bosish deganda. Pressing o'sha juda ham xuddi bosilayotgandek degan ma'noda. Is pressing. Some people describe it as a vice around their head, tightening around the head. Some people describe it as a vice around their head. Ba'zi odamlar describe it as, uni qanday tasvirlashadi? Boshlari atrofida vice. So let's see the meaning of this word. Ma'nosini ko'ramiz. Vice. Mana. Xo'p, xullas mana shunaqa bir qurilmami, shunga o'xshagan desak bo'ladi. Rasmini ko'rdingiz qurilmani. Mana shunaqa around their head, ya'ni boshlari atrofida shunaqa bordek, o'sha nimadir siqayotgandek, nimadir qisayotgandek tasvirlashadi demoqchi. Vice'ning boshqa ma'nolari ham juda ham ko'p, lekin bu yoqda o'sha a vice, o'sha qachonki so'zni oldida mana shunaqa
and then ko'rsangiz bilingki u noun bo'ladi, ot bo'ladi. Bu yoqda advice degani o'sha qurilmani, o'sha asbobni nazarda tutyapti. Around the head, tightening around the head. Tightening degani qattiqlashish, bosh atrofida o'sha qattiqlashish, zichlashishdek nima qilishadi? Describe qilishadi, tasvirlashadi deyapti. Around their head, tightening around the head, last anywhere from 30 minutes to several hours. It can last anywhere from 30 minutes to several hours. Last degani davom etish. Lastni demak oxirgi degan ma'nosi ham bor, oxirgi degan ma'nosi ham bor, lekin bu yoqda davom etish fe'l holatida davom etish ma'nosini beradi ekan. Anywhere from 30 minutes deganda demak so'zma-so'z tarjima qilmaymiz. Shu o'zi alohida juda ham ko'p ishlatiladi. 30 daqiqadan several degani bir qancha, bir necha, bir necha desak yaxshiroq tushadi bu yoqda. Bir necha soatlargacha davom etadi ekan. It can last anywhere from 30 minutes to several hours. Anywhere fromni juda ham so'zma-so'z tarjima qilishga hojat yo'q. Ingliz tilini o'ziga xos ishlatiladigan joylari bor. Juda ham ko'p narsani doim ham o'zbek tiliga tarjima qilishni iloji yo'q. Shunday so'zlar bor, ularni faqat ingliz tilida tushunish kerak. Tarjima okey, juda ham izlansangiz qanaqadir o'zbek tilidagi alternativni topish mumkin. Tarjimada emas, alternativni topish mumkin, lekin ingliz tilida tushunish osonroq topgandan ko'ra. Anywhere from 30 minutes to several hours deganda 30 daqiqadan doim desak ham bo'ladi. Ko'p, anywhere from deganda ko'p holatlarda 30 daqiqadan bir necha soatlargacha davom etishi mumkin. Hours. And very importantly, there's no photophobia, which is fear of bright lights, phonophobia, which is being bothered by sounds, or aura. We'll talk about what an aura is in a moment. Qarang. And very importantly, judayam muhimi, there is no photophobia. Ya'ni sezganingizda fotofobiya bo'lmaydi deyapti va bu yoqqa o'zi definition berib ketyapti. Which is fear of bright lights. Fear degani o'zi qo'rquv degani, qo'rqish degani. Fear of bright lights deganda yorqin yorug'lik. Bright degani yorqin, light degani yorug'lik. Judayam baland yorqin yorug'liklardan nima qilish? Qo'rqish. Phonophobia, which is bothered by sounds. Bother degani bezovta bo'lish degani ekan. Being bothered ya'ni sounds tovush. Tovushlardan bezovta bo'lish, tovushlar bezovta qilishi. Fotofobiya demak yorug'likdan qo'rqish. Fonofobiya bo'lsa tovushdan qo'rqish demayapti-yu, lekin o'sha qo'rqish desa ham bo'ladi. Ular o'sha ta'sir qilishi kishiga. Or aura deyapti. Aura. Bothered by sounds or aura. We'll talk about what an aura is in a moment. We'll talk about what an aura nimaligi haqida deyapti in a moment. Hozir gaplashamiz. Oldingi darsda ham ko'rgandek buni. In a moment, in a minute, in a second. Hozir gaplashamiz. O'zbek tilidagi hozir birpas turib gaplashamiz deymiz-ku, shunga o'xshagan gap xolos. Keyinroq gaplashamiz demoqchi. You diagnose this headache clinically. There's no blood test or radiology for this, and you usually treat it with NSAIDs. So you're diagnosed this headache clinically deyapti. Diagnoz qo'yasiz, diagnostika qilasiz deyapti. This headache clinically. Klinik jihatdan diagnoz qilasiz deyapti. Nimaga? There is no blood test or radiology for this. Blood test qon testi degani, o'sha qon tekshiruvi desak yaxshiroq bo'ladi. There is no blood test, qon tekshiruvi yo'q, or radiology, qanaqadir bir radiologik rentgenografiya, MRT, MCT bunaqa narsa yo'q deyapti. For this bu uchun, and you usually treat it with NSAIDs. Va odatda siz buni treat with degani nimadir bilan davolash. Treat o'zi davolash degani. Treat with keling, mana shuni yozib qo'yaman. Treat with
Bunday qilamiz. Bilan davolash bo'ladi ekan. Nima bilan? Treatment non-steroid anti-inflammatory drugs degani. Ya'ni yallig'lanishga qarshi non-steroid yallig'lanishga qarshi dorilar. Va bundan ham ko'ra biza ko'proq o'zbek tilida buni NPVSlar deymiz. Rus tilidan olingan, okey. Lekin hamma baribir NPVS deydi-ku. O'shalar. Demak, qisqartmasi shunaqa bo'ladi. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ochilgani. Shu joyini qayta eshitamiz. Demak, alohida e'tibor bilan har bitta so'zini eshitishga tushunishga harakat qiling. Diagnose this headache clinically. There's no blood test or radiology for this, and you usually treat it with NSAIDs. And if any of you have ever had a headache after studying for too long and taking some ibuprofen over the counter, this is probably what you were treating, a headache. Yuqorida aytgan narsa, qarang. And if any of you deyapti, and if any of you have ever had a headache after studying, ya'ni o'qishdan keyin deyapti, dars qilgandan keyin birortangiz bosh og'rig'i bo'lgan bo'lsa, qarang, bosh og'rishini biza shu narsa, eng asosiy narsani aytib ketyapman, have a headache deymiz ekan. Okay? Have a headache. Umuman o'zi qayerimdir og'riyapti deyish uchun have bilan ishlatamiz ekan. I have a headache misol uchun. I have a terrible headache. Men juda ham qattiq boshim og'riyapti yoki og'riqni qayerdir og'riyaptini ingliz tilida hosil qilish uchun o'sha organga ache so'zini qo'shib ketasiz ekan. Misol uchun stomach oshqozon degani stomach. Mana shunga ache qo'shsangiz og'riq bo'ladi ekan. Oshqozon og'rig'i. I have a stomachache. Misol uchun. I have a stomachache. Okay. I have a toothache. Ya'ni tooth nima edi? Tish edi. Tishim og'riyapti. Xullas mana shu hammasini have bilan beramiz ekan. Ya'ni siz o'qiganingizdan keyin agar birortangizda deyapti bosh og'rig'i bo'lgan bo'lsa, for too long, after studying for too long juda ham uzoq muddat deyapti. O'qiganingizdan keyin birortangizda bosh og'rig'i bo'lgan bo'lsa, and taking some ibuprofen, ibuprofen ichgan bo'lsangiz, yana zo'r ma'lumot, ingliz tilida dori ichishni biza yana drink deb ishlatib yubormang. Drink bilan ishlatmaymiz. Take a drug bilan ishlatamiz ekan. Okay, dori ichishni take a drug. Take a drug. Mana shu dori ichish degani. Drink, eat bunaqa narsalar bilan ishlatmasligimiz kerak. Dori ichish. Take a drug. Over the counter. Qarang. Mana shu narsani ko'ramiz. Juda ham zo'r so'z mana shu. Fraza desak ham bo'ladi. Over the counter meaning. Qarang. By ordinary retail mana bu tarjimani o'zi yaxshi qilib beryapti. Retseptsiz sotiladigan. Ya'ni endi bizda odatda aksariyat dorilar hammasi retseptsiz beriladi, lekin Amerikada, Yevropada unaqa aksariyat narsalar retseptsiz berilmaydi, dorilarning katta qismi. Ya'ni oddiy qanaqadir dori olish uchun ham demak sizda retsept bo'lishi kerak, shifokor retsepti bo'lishi kerak. Over the counter degani mana shu retseptsiz beriladigan degani ekan. Bu yoqda aytyapti, ibuprofenni over the counter, taking some ibuprofen over the counter deganda hech qanday shifokorga bormasdan o'zingiz uni o'sha ichgan bo'lsangiz ibuprofenni deyapti. So this is probably what you are treating, a tension headache. Shu katta ehtimol bilan probably what you are treating, ya'ni siz davolayotgan narsa, bu nima? Bizga gaplashayotganimiz tension headache bo'ladi ekan. Mana shu over the counter ni yozib qo'yay. Over the counter. Retseptsiz beriladigan deylik. Beriladigan dorini qo'shib qo'ysak ham bo'ladi, mayli. Dori shart emas. Tension headache deyapti. Shu joyni bitta qayta eshitamiz. And if any of you have ever had a headache after studying for too long and taking some ibuprofen over the counter, this is probably what you were treating, a tension headache. Demak, menimcha ancha tushunarli bo'ldi.
Ana endi boshidan qayta diqqat bilan eshitamiz va har bittasini tushunishga harakat qilamiz ekan. Hi, everybody, and welcome to our module on headaches. There are a lot of disease processes that cause headache, and a lot of them are life-threatening and very dangerous to your patient. So in clinical practice, when you encounter someone with a headache, one of the first things you're going to do is spend a lot of time by history and physical exam trying to determine whether or not they have one of the dangerous causes of a secondary headache. So some of the things that can secondarily cause headache are tumors of the central nervous system, bleeds, subarachnoid hemorrhage in particular causes what some patients describe as the worst headache of their life, hydrocephalus, which we talk about in another module, inflammation, especially temporal arteritis, which is inflammation of the temporal artery, is a dangerous cause of headache. So in clinical practice, you're going to spend a lot of time to rule these things out. And one of the key findings on physical exam is a lack of papilledema. If you can do a very careful fundoscopic exam, and see that there's no papilledema, this can really help because a lot of these things cause increased intracranial pressure. There are three primary headache disorders that you should be aware of, and those are the tension headaches, the migraine headaches, and the cluster headaches. And we're going to talk about all three of these in this module. So the first one is tension headache, and this is very common. Most of you have probably had one of these in your life. The etiology is not clear, and it's probably multifactorial. It is a bilateral constant pain across the forehead and around the head. The pain is pressing. Some people describe it as a vice around their head, tightening around the head. It can last anywhere from 30 minutes to several hours. And very importantly, there's no photophobia, which is fear of bright lights, phonophobia, which is being bothered by sounds, or aura. We'll talk about what an aura is in a moment. You diagnose this headache clinically. There's no blood test or radiology for this, and you usually treat it with NSAIDs. And if any of you have ever had a headache after studying for too long and taking some ibuprofen over the counter, this is probably what you are treating, a tension headache. Demak, menimcha ancha tushunarli bo'ldi. Yaxshi, to'g'ri, juda ham tez gapiryapti. Lekin aynan mana shu qismni olib, siz videoni orqaga qaytarib, xuddi shu video darsni o'zini ana shu joyini orqaga qaytarib, kamida 10 marta, 20 marta eshitganingizda, yaxshigina tushunishni boshlaysiz. Qayta-qayta aytishdan charchamayman. Ingliz tilida listeningni zo'r oshirish uchun o'sha eng katta qismni sizda active listening tashkil qilish kerak. Ya'ni mana shu 2 daqiqani qayta-qayta eshitib, har bitta so'zni alohida eshitadigan darajada va eshitganingizda diqqat qiling. Ingliz tilida eshitganingizda miyada tarjima ketmagan holatda ingliz tilini o'zida tushunadigan bo'lishingiz kerak. Ya'ni hozir siz ko'rayotganingizda birinchi o'zbek tiliga tarjima ketadi. Misol uchun probably dedi, bu ehtimol deyildi hozir. Mana shunaqa tarjima ketadi. Siz shu darajada ko'p eshitishingiz kerakki, toki o'sha miyada tarjima ketmasinda ingliz tilini o'zida tushunadigan bo'lishingiz kerak. Ana o'shanda haqiqiy listening qilgan bo'lasiz va juda ham tez oshadi. Qo'shtirnoq ichida tez. Ya'ni oson degani emas lekin. Shuning uchun soatlab listening ham o'z o'rniga, lekin o'sha 2 daqiqa, 3 daqiqa qismini olib to'liq mana shunday holatda tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Bu so'zlar ham tashlab beriladi. Yaxshigina so'zlarni o'rgandik. Bularni ham o'rganishga harakat qiling. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi.